Ajrashayotgan 2 yoshda kelin-kuyovda ayb yo'q do'stlar. Bularda ovora bo'lib tergamanglar, tanbeh bermanglar. Balki tanbehni kimga berish kerak? Qizda ota-onasi-yu, kuyov bolani ota-onasiga berish kerak. Qizini tarafini olib kuyov bolani yomonlayotgan ota-onalar yaxshi odamlar hisoblanmaydi. Xotinini eriga yomonlayotgan ota-onalar ham yaxshi ota-onalar hisoblanmaydi. Balki nima qilish kerak? Qiz bola janjallashib eridan shikoyat qilib borsa-yu, ota-onasi qizini tarafini olsa, bu oila qachon tiklanadi? Balki bizning ota-bobolarimiz qizini urib, onasi qizini chimchilab, o'sha erini uyiga tashab kelgan. Qizim, seni yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham mana shu eringga itoat qilasan deb uyiga tashab kelgan, qizlar ana shu joyda tilini qisib o'tirgan do'stlar. Itoat qilgan eriga. Chunki uni ishongani ham uni erining tarafini olib turadi. Endi qizda ota-onasi kelin qizini tarafini olib tursa, meni ishonganlarim bor deb turib erlariga tikka sakrayapti bugun ayollar, qizlar, kelinlar. Yo'q, bunday bo'lmasligi kerak. Balki qizi aybdor bo'lsa ham, haq bo'lsa ham o'sha erini chiroyli ko'rsatib, erini uyiga mahkam bog'laydigan ota-onasi hisoblanadi. Kuyov bolalarda ota-onalari bo'lsa, kelinni gijgijilagandan ko'ra, o'g'lim, mana shu qiz ota-onasidan kechib, aka-ukalardan kechib seni tanlab kelgan, eringni, xotiningni haqqini joyiga qo'y deya olishligi kerak. Bunday demayaptimi? Oilalar ajrimga mubtalo bo'laveradi. Bu ota-onalar o'zi isloh bo'lmayaptimi? O'zi tarbiyali emasmi? Bu oilalar parokanda bo'lib ketaveradi do'stlar.